Oyijon, bu men qizingiz Sarvagulman. Taniyapsizmi? Suv hozir oyijon. Voy, nimasini aytasiz, Diloramxon, dadasi biram yaxshilarki, kecha menga bunday qarab turib, xotin, sen ham o'zingga biron narsa sotib oldi, bir dasta pul berdilar. Xo'jangiz toparman, tutarman-da. Ha, voy, nimasini aytasiz? Mana bularni ko'ring. Mana bu. Voy, dadasi, meni hamma narsam yetarli, hamma narsam bor desam, yo'q. O'zingga hamma narsa yana sotib ol, bozorga tush dedilar. Jonimga qo'ydilar. Turq tarovatini qara. Ko'chaga tashlasa it qaramaydi-yu. Xudo siylagan deganlari shu-da. Mana buni ko'ring. Ko'ring. Yaqinda yangi hovli sotib olib beraman dedilar. Voy, Diloramxon, yo'l bo'lsin. Axir mana bularni hammasini ko'rmadingiz-ku? Ha. Gaz o'lgur. Gaz yoqib qolgan ekan. Shunga xavotir olyapman. Hey onasi. Hey kim bor? Onasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana mablarni ol. Yo'lda kelayotib ozroq bozor qilgan edim. Bu yigit shogirdim. Bekzod. Shogirdmish. Qachongacha shunaqa to'r va xaltangizni ko'tarib yurasiz? Ha? Qachongacha shunaqa qilib yashaymiz? Bu nima deganing? Ya, seni tushunolmay qoldim. Chap yoningdan turganmisan? Shunaqa qilib yashayversangiz, umuman tushunmay o'tib ketasiz. Ha, bizning peshonamizga ham uchastka degan, hovli degan narsa yozilganmi? Yo, qurib betonning ichida o'tib ketamizmi umrimiz? O'ylab gapiryapsanmi? Topgan tutganimiz yeyish ichishdan ortmayapti-ku. Bu Sargulni o'qitayotgan bo'lsak, qanaqa qilib hovli olamiz? Ana, qo'shnimiz hovli olishayotgan ekan. Ulardan qayrimiz kam? Bunda harakat qiling, nuqul kitob tutasiz. Harakat qilsangiz bo'lmaydimi? Qachongacha shunday yashaymiz? Bilmadim, xotin, bilmadim. Sabr qil, qanoat qil, shukr qil. Yetar. Shogirdim oldida. Sizga turmushga chiqqanimdan beri sabr, shukr. Shu boshqa gapni bilmaysiz-a? Gap topmagan gapingiz shu. Jonimga tegdi shu gaplaringiz. Bemavrid ketman shekilli. Boshqa safar kelarman. Keldilar. Assalomu alaykum oyijon. Oyijon, Menda biron gaping bormi? haligi opam urishib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Nimaga? Ko'chada o'zlarini tutishlari yoqmadi. Opamchi hali kelayotganimizda Qizlar, ketdikmi? Qayerga borasizlar? Oborib qo'yaman. Gapingizga javob berasizmi? Gapimizga javob beradiganlardanmiz. Marhamat, o'tiringlar. opa, jinni bo'lganmisiz? Notanish-ku. Keragi yo'q, rahmat. Marshrutkada ketamiz. Qancha qo'rqoqsan, Sarvi? Shunday mashina turganda marshrutkada tiqilib yurasanmi? Ha? Foydalanib qolish kerak.
Oyi. O'qishga ketayotgandim. Yonimda pulim kamroq edi. Pul bering. Mana pul menda qayerdan bo'lsin? Dadangdan so'ra. Hey, dadasi, yo'l kiriga pul berib yuboring. Hamma maoshimni o'zingga berganman-ku. O'shandan beri yubor. Berganman? Va o'sha ham pulmi? Ha? O'sha ham pulmi? Oyijon, janjallik keragi yo'q. Mayli, men ketdim. Sarva, to'xta. Bu nima qilganing? Nima qilganing, ha? Bor-ku, bersang bo'lmaydimi? Qancha pul berib qo'yibsiz jamanga? Boshqa kunlari mayli. Shanba yakshanba kuni hech bo'lmasa pul topishni yo'lini qilsangiz bo'lmaydimi, a? Bekor o'tirganim yo'q, ishlayapman-ku, ko'rib turibsan. Ha, ko'ngilni keng qilsang, shu topgan pulimiz ham yetadi. Tor qilsang bir dunyo xazinang ham yetmaydi. Voy. Yana kitobiy gaplar boshlandimi? Ha? Kitob mashinda jonimga tegdi. Kitobiy gaplaringiz. Erkakmisiz? Ta'minlab qo'ying. Pul toping. O'rtoqjon. Xo'p kelibsan-da. Mana turmushim shu. Ustimdan kulib ketmasang bo'ldi. Nimaga unaqa deysan? Do'stni boyligi uchun tanlashmaydi-yu. Senga havasim kelyapti. Hamma narsang bor, hamma narsaga imkoning yetadi. Mashina desa mashina. Uchastkengi bo'lsa gap yo'q. Ering ham toparmon, tutarmon. Meniki bo'lsa kitob tutishdan boshqa narsani bilmaydi. Bo'sh, landavor, lapashang. Qo'ysangchi dugonajon. Dunyoda sog' bo'lgan odam eng boy odam hisoblanadi. Bu hovli joy, bu boyliklar sog'liqni oldida bir tiylik qimmati yo'q dugonajon. Hamma narsang bor, to'la to'ksan, shunaqa gaplarni gapiraverasan. Men esa erimga qarasam hech qachon birim ikki bo'lmaydiganga o'xshaydi. Ering tilla odam. Ziyoli, aqlli. U odamni qadriga yet. Qachon qorisi eringdan noligani. Ha mayli. Telefonda bir ishim bor deganding, tinchlikmi? Bilasanmi? Biznes qilmoqchiman. Ozgina yordam qo'yar o'rtoq. Biznes? O'ylab gapiryapsanmi? Eringdan so'radingmi, ruxsat oldingmi? Ey, gapirma o'shani. Qo'rqma, qaytaraman. Yo'q, kengashli to'y tarqamas deyshadi. Avval ering bilan gaplash, o'zboshimchalik qilmagin, Dilora. Mayli, men ham erim bilan gaplashib ko'raman. Senga yo'q demaydilar, bilaman. Pul ham berib turamiz. Qaytaraman. Lekin tirikchilik qilaman deb ayolligingni, onaligingni unutib qo'yma, dugonajon. Qizim, bu nimasi? Bu nima degan gap, ha? Shu paytgacha yurasanmi? Qayerda eding? Qayerda bo'lardi? Dugonam tug'ilgan kunida. Bo'ldimi, qutuldimmi endi? Shu paytgacha yuradimi? Hech bo'lmasa qo'ng'iroq qilib qo'ysang bo'lmaydimi? Qanaqa qo'ng'iroq qilaman, adi? Nima, so'tga olib berib qo'yibsizmi? Bo'ldi, nerimga tegavermang. Ey dadasi, buncha shovqin qildingiz? Ha? Qizlarimizni tarbiyasi bilan sizning ishingiz bo'lmasin. Bu nima degani? Nega ishim bo'lmaydi? Meni ham farzandim-ku.
Farzandingiz endi esingizga tushdimi? Ha? Zaida to'g'ri aytyapti. Arzumaga bitta sotka olib bera olmasangiz bolangizga. Tamam, otamish. Qo'ying. Capsasiz, tinchlikmi oyijonim? Tinchlik bilan qoling. Menga juda ham katta pul berdi. Endi biznesni boshlasam bo'ladi. Hey, Diloram o'ylab gapiryapsanmi? Nima yetishmayapti? Mana 2 xonalik uyni 3 xona qilib oldik. Hamma narsamiz yetarli. Yana nima, senga nima kerak? Hozir qaytarib egasiga olib borib ber. Va ertaga bankrot bo'lib qolsam, shuncha qarzdan qanaqa qutulamiz? O'ylab ko'rdingmi? O'zim oldimmi? O'zim qaytaraman. Bo'lmasa toping. Siz ham odamlarga o'xshab harakat qiling. Shuncha yil kutdim. Endi kuta olmayman, bildingizmi? Oyijon, juda ham zo'r ish qilibsiz. Men sizni bitta tanishim bilan tanishtirib qo'yaman. Mansur aka, juda ham zo'r tadbirkor. Biznesmen oyijon. Sizga Saida. yordami tegadi. Sen aralashma. Bahonangga kir. O'y, tengtaylik qilma. Men ruxsat bermayman, bilib qo'y. Voy, kimsiz-chi? Ruxsat bermaydigan. Siz ruxsatingizga qarab o'tiribmanman. Ha? Nima deysiz? O'zi oshirib qo'ying, toshirib qo'ying. Bunda spezim qilib boryapman demaysan. Chet eldan keldim. Bunda yo'qlay deb kelmaysan ama. Yaxshi borib keldingmi? Xudoga shukr. Qalay, safarlaring yaxshi o'tdimi? Bugun yo'ldan keldim. Shunaqa dahshat molni olib keldim. Endi ishlarim 5 bo'ladi. 5 emas, 10 bo'ladi. Qo'ymasin. Ko'rinishing yaxshi degonajon. Ishlaring ancha yurishgan ko'rinadi. Ha. Ochgan do'koning shumi? Ha, shu. Yur, do'konga kiramiz. Ha, aytgancha senga sovg'a olib kelganman. Uyga borsang bo'lamsan. Sovg'a shart emas. Seni o'zing katta sovg'asan. Qizlarim yaxshimi? Yaxshi, xudoga shukr. Asror akam yaxshi yuribdilarmi? O'shan gapirmagan. Qo'y. Erimga qarasam halol yurardi. Mana do'kon ochdim. Yaqinda hovli olaman. Borasan. Yana eringdan nolishni boshladingmi? Senga necha marta aytaman shu eringdan nolima deb. Nimaga bunaqa qilsan, ha? Pul topib aql topmabsan degonajon. Rostini aytsam shu bujg'u shunaqa jonimga tegdi. Aralashmagan narsasi yo'q. Voy, yuragim siqiladi shu nomini eshitsam. Demak, pul topmasa kerak emas ekanda? Boshing yurasan. Yurmagan. Pul boylik aqlingni olib qo'yibdi degonajon. Bu boylik topiladi.
lekin eringdek sadoqatli, vafodor bo'lolmaydi. Shu gaplarimni yodingda tut. Mayli, men keyin kelib ko'ramiz. Dada, dugonlar bilan konsertga tushmoqchi edim. Shunga pul bering. Hech qayerga bormaysan. Ertaga onang bilan birga borasan. Singling ham boradi. Doim shunaqa qilasiz, dada. Qachon pul so'rasam nuqul bahona topaverasiz. Dugonlarim bilan kelishib qo'yganman, dada. Voy qizim. Sen tushunsang-chi. Nima bo'ldi? Nima gap? Nima deyapsizlar? Oyi, Ha? dugonlar bilan konsertga tushmoqchi edim. Shunga dadamdan pul so'rasam bermayaptilar. Puli bo'lsa beradimi, dadang? Bor. Yotoqxonada tortmadan tortgan. Lekin ertaroq kelgin, xo'pmi? Onasi. Yaxshi ish qilmayapsan. Nuqul men u desam sen bu deysan. Bolani tarbiyasi buziladi. Ertaga o'zing bilan olib borsang bo'ladi-ku. Men ko'rmaganlarim u ko'rsin deyman. Tushundingizmi? Meni qiynalganim yetar. Arzimagan pul deb bolalarimni o'ksitib qo'ymayman. Bildingizmi? Oyijon, nimadir demoqchimisiz? Saidabey. Kelmadimi? Opammi? Keladilar, oyijon. Keladilar. Xabarlari bor. Oyijon, bilasiz-ku, biror ish chiqib qolgandir-da. Keladilar, oyijon. Sarvar. Yaqinda sovchilar borishadi. Yana meni ishchasidan xabarim yo'q deb o'tirmading? Voy. Namuncha tez. Shoshmang. Dadamdan uyalaman. Dadangdan uyalma. Dadang rozilar. Faqat oyingni bilmadim-da. Yo'q demaslar. Nima qilib turibsan? Ha? Menga qara, vatanimda mashinaga chiq. Nima qilib yuribsan sen? Opa, qanday kasal ekanligingizni o'zingiz tushunib turibsiz. Davolamasangiz bo'lmaydi. Davolaning. Ahvolingiz yaxshi emas. Sal keyinroq davolansam bo'lmasmikin? Rosa ishlarim ko'p. Yo'q, kasalingiz jiddiy, kechiktirib bo'lmaydi, o'tib ketadi. Hamma ishlaringizni yig'ishtiring-da, davolaning. Hozir ishlarim yurishib turibdi. Kasalman deb yotib olsam ishlarimni kim qiladi? Omadim keldi. Pul ishlab olay. Keyin bir gap bo'lar.
keyin biri to'la davolanaman. Yo'ldaman. Agar svetib kelgan bo'lsa, mana shu yerda. Ha, bo'pti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sonlar yaxshimi? Yo'q, qo'shni, jon qo'shni degan gap bor. Salomlashayapti, bilasiz. Voy, yaxshimisiz? Sonlar yaxshimi? Do'konda odamlar kutib turibdi, o'shani shoshilib turibdi. Mashina muborak bo'lsin. Qulluq, yaxshi. Juda ham shoshib turibman, uzr. Aytdilarim. Haligi aytsammikin, aytmasammikin. Voy, gapni boshladingiz, tezroq ayta qoling. Qizingiz Saidaxon juda yaxshi qiz, lekin keyingi paytda qadam bosishi uncha yoqmayroq turibdi-da. Saida? Sal bir nazoratga olib qo'yasizmi, degdim. Saida? Xafa bo'lmang. Nima qildi Saida? Ha? Nima qildi Saida? Haligi men o'zim ham ko'rdim. Qo'shnilar ham gapirishyapti. Oilali bir yigit bilan. Oilali yigit bilan? Siz joydami? Voy, 5-6 bekorchilar shu gaplarni chiqardinglarmi, ha? Uyalmaysizlarmi bu gaplarni chiqargani? Saida hali yosh, oq-qorani tanimaydi. Yana hayotda adashib qolmasin deyman-da. Adashmasin deyapsizmi? Yoki qiz bolani yomonotlik qilyapsizmi? Uyalmaysizlarmi bunaqa gaplarni gapirgani, ha? Boy bo'lsa ko'rolmaysizlar. Yo'q bo'lsa berolmaysizlar. Ha, alam qilyaptimi, ha? Boyib ketganim alam qilyaptimi? Xafa bo'lmang-ku. Haligi men sizni yaxshi ko'rganimdan, Saidani yaxshi ko'rganimdan aytyapman. Voy, yaxshi ko'rganda shu gaplarni chaqirgan bo'lsangiz, yomon ko'rganingizda qanaqa gaplarni chaqirardingiz? Uyalmaysizmi bundoq? O'zingiz ham oldingizda bolalaringiz bor. Hali yodiga ko'rsa bo'lgandan keyin ko'rsatib qo'yadi hali hammasi. Tushunmayapsiz-da. Tushunaman. Hovli joylar muborak bo'lsin endi Diloram. Qilib. Iloyim, mana shu hovlilarda katta to'ylar qilgin. Bolalaringni baxtini ko'rgin. Juda senga qoyil qoldim. Udda biron chiqib qolding. Yaxshi. Assalomu alaykum. Yer. Assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisiz pochcha? Rahmat, keling. Hovli joylar muborak bo'lsin. Rahmat, qulluq, rahmat. Yaxshi do'stlarmi? Diloram, dugonam ja baloda. Hovli olaman deganida oxiri olmasdan qo'ymadi-ya. Ha, endi dugonangizni bilasiz, juda qoyil qiladi. Kelib juda xursand qildingiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Xo'jayinga o'xshab men ham kitob tutqilab yurganimda bu uchastkalar qayoqda edi? A, dadasi? Lobarxon, siringlar ko'payib qolgandir. Xalaqit bermay. Xijolat bo'lmang, pochcha. Olib o'tiringlar, onasi. Xo'p. Bu nima qilganing, Diloram? Yaxshi emas. Qo'ysang-chi, e'tibor berma. Yo'q, qanday e'tibor bermayman. Eringni meni oldimda uyatga qo'yding-ku. Sen o'zi esingni yeb qo'yibsan. Seni oxirgi paytlarda taniy olmay qoldim. Arzimagan olib kelgan choy chaqasi uchun hurmat qilishim kerakmi? Qachon qarasa kitob tutgan. Nima? Kitob borasidan pul toparmidi? Toppa, yo topmagani mayli, lekin hamma narsaga aralashaveradi. Sen o'zgaribsan. Pul boylik seni o'zgartirib, ko'zingni shira bosib qopti. Menga qara. Aql o'rgatmagin. Mana pul bo'lsa changalda sho'rva deb men aytgan emasman. Mashoyixlar aytishgan. Ha? Bo'lmasa o'ylab ko'rchi, changalda sho'rva o'tiradimi? Lekin pul bo'lsa, buni iloji topiladi. Bildingmi? Pul bo'lsa changalda sho'rva. Yo'q, adashasan Diloram. Adashasan. Shunday narsalar borki, uni pulga topib ham, sotib ham bo'lmaydi. Ana unda kech bo'ladi, ko'zing ochiladi. Lekin ana unda kech bo'ladi. Menga qaragin. Endi 3 so'm pul berdim deb menga aql o'rgataverasanmi? Ha? Nima, senga yosh bolamanmi? Ha? Yosh bolamanmi? Unaqa yerga urma. Pul olgan bo'lsam, qaytarib berganman. Ke qo'y bu gaplarni.
Men sen sog'inganman. Ochilib sochilib bunday gaplashib o'tiraylik. Rahmat dugonajon. Men juda ham yaxshi o'tirdim. Seni yaxshi tanimagan ekanman. Ichingdagini borini pulga almashtirib bo'psan. Rahmat, men ketdim. Nimaga kekayasan? Men ham unga o'xshab boyib ketganimni ko'ra olmayapti. Aniq ko'ra olmayapti. Ha? Ja, kayfiyatingiz tushib ketdi. Nima? Ko'chadan duch kelgan odamga qizimni berib yuborishim kerakmidi? Bekzod ko'chadan kelgan bola emas. Meni shogirdim axir. Sovchilarni qaytarib borib, yaxshi ish qilmading. Xo'sh. Shogirdingiz bo'lsa nima qilishim kerak? G'irt kambag'al-ku. Bitta olimga tegib, men nima rishnoli ko'rdim? Endi ko'ra bila turib, qizimni ham shu azobga qo'yaymi? Ha? Namuncha noshukurchilik qilasan, ha? Men bilan hayot kechirib, kam bo'ldingmi, yomon bo'ldingmi? Bekzodni yaxshi bilmaysan-ku. Uyim, joyim, ro'zg'orim deydigan yigit. O'qimishli. Bitta o'qimishli siz. Mana shu bittasi hammamizga yetadi. Menga toparmon tutarmon kuyov kerak. Xudo xolisa yaxshi joyga, boyvuchi joyga beraman. Boymiz, sovchilar hali ko'p keladi. Tanlab o'shanga beraman. Sarvagulning o'zini ham ko'ngli Bekzodda. Ey, Ikkovi bir-biriga ko'ngil qo'ygan. Menga qara va ko'ngilni pulga sotib olib bo'lmaydi-ku. ey. Muhabbat bu, sevgi bu, cho'pchak. Bildingizmi? Pul bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi. Hamma narsani pulga chaqaverma. Hamma narsani pulga chaqasan, ha? Tengi chiqsa tekin ber degan gap bor. Sarvagulni Bekzodga beramiz. Gap tamom. Ha? Voy, xo'jayin bo'lib qoptilarmi? Qachondan beri? Ha? Ey, bu uyga sizning mashincha ham haqqingiz yo'q. Hammasini o'zim qurganman, o'zim sarflaganman. Bildingizmi? Agar xohlasangiz shu, xohlamasangiz katta ko'cha. Oyi. Nega o'zgargansiz? Dadam nega uydan haydadingiz? Dadangga tortgansan, ha? Nega men dadangni haydayman? O'zi ketdi. Men bilan yashashni xohlamasmish. Orqasidan yalinishim kerakmidi? Ha? Xohlamadi, ketdi. Siz ketkizdingiz-u, ketishga majbur qildingiz. Jon oyijon, boring, dadamni qaytaring. Endi mahallada O'chir ovozingni. O'chir. Aql o'rgatmagan sen qoluvding endi menga. Undan keyin anu dadangni shogirdi bor yalang oyoq. O'shani xayolingdan chiqarib tashla. Senga kuyovni o'zim topaman. Boyvuchasidan.
buguningdan battar bo'l. Nimaga yerilasan? Ahvoling shu ekan-u. Menga ochiq qilasan. Yana dadangni o'ylab ezilib turibsanmi? Oyi, u dadamni emas, shogirdini o'ylayapti. Oyijon, dadamni yoniga boring. Uyga olib keling. Biz siz qiynalayotgan bo'lsalar kerak. Mayli deng, oyijon. Men dadangni haydaganim yo'q. Keyin yalinadigan nima ish qildim? Nimaga yalinib borishim kerak? Yana nima qilishingiz kerak, oyijon? Hovlini men sotib olganman. Bu uy meniki deb haydadingiz-ku. Bu uydan yo'qol deganingiz o'zim eshitdimmi, oyijon? O'chira o'zingni. Bilgan bo'lsang yaxshi. Jim o'tirgin. Sarva jim o'tirgin. Oyimning asablariga tegmagin. Nuqul janjal boshlab yurasan. Ha? O'g'rimi shu deb sevib turibsiz? Ha, kelar ekansiz, ketib nima qilardingiz? Shunaqa odam o'zini uyidan boshqa yoqqa hech qayerga sig'maydi. Men qiynalganimdan kelganim yo'q. Ko'chada qolganimdan kelganim yo'q. Bolalarimni ko'rgani keldim. Xarajat qilib keldingizmi? Bozorliga bir xalta. Qizlarimni kuni, bolalarimni kuni sizga qolmaydi. Bildingizmi? Siz narsalaringizga zor emas. Odam qiyofangni butunlay yo'qotib bo'lsan. Essiz. İnsoniy fazilatdan yuragingda zarracha ham qolmabdi. Hali ham shu kitobiy gaplar bilan yuribsizmi, ha? Tavba. Leksiyangizchi borib studentlaringizga o'qing. Otdan tushsangiz ham egardan tushmas ekansizda, ha? Dadam shu payt nima qilayotgan ekanlar-a? Yolg'iz o'zi. Bizsiz qiynalayotgan bo'lsa kerak-a? Qo'ysang-chi. Shunga boshingni qotirib o'tirasanmi? Mazza qilib uxlab yotgandir-da. Sen ham oyimga gapirsang bo'ladi-yu. Dadamni olib kelaylik deb aytgin. Bo'ldi. Meni ham shu joyga tiqmoqchimisan? Oyim baribir o'z aytganidan qaytmaydilar. Uni ustiga dadam uyda bo'lsalar, nuqul meni urishaveradilar. Qayerga boryapsan? Qayerdan kelyapsan deb. Hozir erkinman. Sarva. Oyijon, biror narsa demoqchimisiz yoki suv beraymi?
kasalxonada yotganimni ayt. Bir marta oxirgi marta kelsin. Telefon qilasan-a? Ha, oyijon qilaman. Telefon qilaman, oyijon. Ha, aytaman. Dadam keladilar, oyijon. Hozir telefon qilaman, oyijon ket. Saida qizim. Nega bir kelmaysan-a? Kasalxonada ekanimni eshitgansan-ku. Saida, 3 kundan beri qayerdasan? Voy ahmoq. Nimaga malika barakaga kirmadimmi? Kirmadim. Xudoyim, qattiq. Qayerdayding? Ha? Gapir, qayerdayding? Men yaxshimansan-chi? Sen nima qilib qayerdayapsan? Boruvdik. Shunga mazza qilib aylanib kelganmiz. Qanday mazza qilding? Ha? Mana o'ylaysanmi? Ha? Yo, mana o'ylaysanmi? O'yladingmi meni? Oy, ne urasin? Men yosh bola emasman. Oyijon. Oyijon, nima bo'ldi? Oyijon. Oyijon, qo'rqitma. Oyijon. Oyijon. Assalomu alaykum. Dilorom, ha? Tuzimisiz? Qani, ahvollaringiz yaxshimi? Keling. Keldim. Mana joy bor ekan. Bu ko'chada ham ko'rinmay qoldingiz. Sarviguldan sizni so'rasam, uydalar dedi. Kirib bir hol ahvol so'rab chiqay dedim-da. Tuzimisizmi, biling? Xudoga shukr. Ancha yaxshiman. Yaxshiman. Yaxshi bo'ling, iloyim. Ancha tuzalib qoldim. Ertaga ishga tushib ketaman. Voy. Ishga chiqishga shoshilmang. Oldin sog'lig'ingizni o'ylang. Ishga chiqishga sira shoshilmang. Ish bo'lsa qochmas. Bolalar ham o'z yo'liga ekan. Odam o'zini ham o'ylashi kerak. Ha, to'g'ri aytadi. Kim uchun yelib yuguryapman? Bolalarim uchunmi? Sarvadan ko'nglim to'q. Dadasiga tortgan.
Ammo Saidachi. Nega o'shanda vrach aytganda davolanmadim? Pul deb mana endi kasalim o'tib ketibdi. Haligi Diloramxon, bilaman. Sizni shaxsiy hayotingizga aralashishga sira haqqim yo'q. Lekin erkaksiz oila emas. Menga qarang. Siz yaxshisi Asror akani yo'llariga boring. Ular bilan uchrashib albatta gaplashing. Voy, ular tushunadigan, ziyoli odam. Ular sizni kechiradilar. Ularni uyga albatta qaytaring. Odam sog' yurganda buni tushunmas ekan. Qachonki boshi yostiqqa tekkandan keyin esa buni o'rni juda bilinar ekan. Voy, mana meni oling. Agar dadasi biroz ishdan kechib qolsalar, o'zimni qo'yarga joy topolmayman. Nima? Men erimni oldiga yalinib borishim kerakmi? Yo'q. O'zimni yer qilib, hech qachon. Qarangchi. Oling. Allo, eshitaman. Asror akani uylari. Sarvagul sizmi? Ha, dadangiz shu yerdalar. Hozir beraman. Ustoz qizingiz. Bunisi bugunga o'xshaydi, ovozi sal g'alatiroq. Alo, Labbay. Ha, Sarva? Tinchlikmi? Oying kasalxonaga? Nima bo'ldi? Kesin deyaptimi? Hozir yetib boraman qizim, hozir boraman. Ha, hozir. Ha, tinchlikmi ustoz? Kelmaganga bir narsa bo'ptimi? Kenneys kasalxonaga tushib qoldi. Siz bilan borsam maylimi? Mayli. Saida, doktorga bordingmi? Nima dedi? Qayerga og'riyotgan ekan? Saida, qayerga kasal ekan? Haligi vrachga bordim. Vrach so'qisa oson dedi. To'g'risini ayt. Gap pop qochmasdan gapir. Lekin Nima lekin? Gapir. vrach
qanaqasiga? Hey, o'ylab gapiryapsanmi? Ha? Opa? Opa, qanaqasiga? Voy, menga qara. To'g'risini ayt. Kim edi u? Kim? Kim gapir? Gapir kim? Siz bilan ishlaydigan Mansur aka. Mansurman. Iflos. Ikkita bolasi bor-ku. Oilali-ku. Oilali-ku. Oyijon, nima bo'ldi? Oyi nima bo'ldi? Oyijon, hozir bo'ldi. Hozir tez yordam chaqiring, oyijon. Oyi nima bo'ldi? Boylik. Pul debman. Yuguribman. Yelibman. Shuncha boyligim sog'lig'imni qaytarib bera olmayapti-ku. Shu narsani deb bolalarim tarbiyasini almashdim. Bebaho inson erimni qadriga yetmabman-a. Boriga shukr qilsam bo'lardi-ku. Hammasini o'zimga o'zim sotib oldim. Men nimaga erishdim? Nimaga erishdim? Nimaga? Assalomu alaykum dadajon, keling. Va alaykum assalom. Dadasi. Keldingizmi? Meni kechiring. Meni kechiring, dadasi. Qo'y gapiring. Oxirgi iltimosim. Uyga qayting. Bolalaringizga o'zingiz bosh bo'ling.